Oxunboboyev mahallasida narxlar nech pul quruq yer uy qurish uchun so'rab surishtiruvdik. 45 ming, 50 ming deb turishganlar bor ekan. Hozir akamlarning o'zlari ham aytdilar, qo'shnim quruq yerni o'zini 1 sotigini 45 ming deyaptilar. Makrodan kirganimizda Oxunboboyev mahallasida 804 sotiq. Fasadimiz 21 metr, uzunasiga bo'lsa 40 metr. Mana bu bizani kiraverish darvozamiz. Etek qismida bir qavat tegi to'liq bo'lgan binomiz bor. Bu yerda bitta bizada zal, hol va yotoqxona o'zining ichida sanuzyuli bilan, podval qismida bo'lsa basen, sauna sharoitlari qilib qo'yilgan. O'zi proyekt bo'yicha akamlar mana shu oldi tarafga 2 qavatli katta bino quraman, bu yog'i kak dachniy zona bo'ladi, bog' qilib qo'yaman deb niyat qilgan ekanlar. Endi hozir shunaqa bo'lib qoptiki, sotish kerak bo'lgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 sotiqi uchun 40 ming dollardan so'ralyapti. 804 sotiqlik hovli. Oxunboboyevdan bitta so'rab surishtirib ko'ring, 40 mingdan topish qiyin. Chunki akam aytdilar, boshida juda qimmat qo'yganmiz, men ancha qimmatroqga olganman bu joyi deb aytdilar. Primoy o'rtada hech kim yo'q, joyi egalarini, telefon raqamlarini yozib qoldirdim. Masalan, mana bu yerda qurilishni boshlasangiz, etek qismida bemalol yashab tursangiz bo'ladi.